Ramazon dasturxoningiz uchun hammaga birdek yoqadigan mazali patir retsepti bilan bo'lishaman. Bismillah deb boshlaymiz. Margarito margarinini 500 grammini eritib, ilk holatga keltirib olamiz. Alohida idishga suv, shakar, tuz, dro'ja solib bitta aralashtirib olamiz. 7 piyola un ustiga 10 gram razrixritel solamiz, eritilgan margarinni solamiz, ustidan suvni solib, o'rtacha qattimlikda xamir qorib olamiz. Tayyor xamirlarimizni 12 zuvalaga bo'lamiz. Manda patirchalarni yarmi oddiy patir, yarmi yong'oqli patir bo'lganligi sababli yong'oqlarni ichiga solamiz. Videoda ko'rsatilgandek kichkina silliqqina chiroyli zuvalachalar qilib olamiz. Tayyor zuvalalarimiz ustiga salofan yopib 20 daqiqaga qoldiramiz. 20 daqiqada tinib, nomiga oshib oladi va patirlarimizni yasashni boshlaymiz. O'tkir pichoqda xamirlarni chetiga urib iz tushirib olamiz va qo'limizda patir shaklini berib olamiz. Xomuz volalarimizni xuddi shu usulda yasab, chiroyli patir shakliga keltirib olamiz. O'rtasiga chakichda iz tushirib, qizib turgan duxovkaga 200 gradusga jo'natamiz. 25-30 daqiqada shunaqa chiroyli patirchali pishib chiqadi. Bir oy tursa ham sifatini yo'qotmaydigan juda ham mazali patirlarimiz tayyor. Bu patirlar umr safarlari uchun ham ayni muddao bo'ladi. Albatta tayyorlab, fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring.